Assalomu alaykum do'stlar, hammanglarga. Bugun sizlar bilan Suhrob futbol bo'lyapti do'stlar. Bugun sizlar bilan biz fintlarni o'rganamiz. Ya'ni oddiy bo'lgan, oson bo'lgan 3 ta fint. Ya'ni bu birinchi qism, boshlang'ich qism bu. PES yangi boshlaganlar uchun juda asqatadi degan umiddaman. Xo'sh do'stlar, avvalambor videoga o'tamiz. Birinchi o'rin bu videodan maqsad PESga yangi kelganlar, futbol 2026 ga yangi kelganlar uchun biz o'rgatib boramiz do'stlar, qanaqa o'ynashi bidan ignasigacha. Agar bu qismda emas, faqat unaqa bo'lavermaydi, faqat o'rgatvermaymiz. Boshqacha yangilar ham bo'lib turadi. Boshqacha videolar ham chiqib turadi do'stlar. Hop, birinchi o'rinda biz maqsad ko'rsatdik. Birinchi bo'lib biz futbolchilardan tekshirishimiz kerak. Hozir men o'yindaligim uchun sirasi ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir unchalik ham shart emas. Tekshirib olish keyin oxirida, videoning oxirida o'rgataman. Qanday qilib fintlar borligini bilishni. Yo'q, Declan Rice'da yo'q. Phil Foden. Phil Foden'da bor ekan. Demak do'stlar, bu fintni biz qanaqa qilamiz? Hozir o'rgataman. Mana biz demak chapga qarab yuguryapmiz, ko'ryapsizlar, chapga qarab yuguryapmiz biz. Bu yugurayotgan joyimizda mana hozir yana. Yugurayotgan joyimizda dashni bir marta bosib, o'sha tarafga yana strelkani qo'yib yuborib, yana shunaqa qilamiz mana. Orqaga ketyapmiz, dash bosdik va strelkani o'sha tarafga. Ko'rganinglarda mana. Ko'ryapsizlar qanaqa qilishni? Oldi mana do'stlar. O'rganib olgan bo'lsanglar, mana shu fint. Agar bu fintni o'rgangan bo'lsanglar, hozir o'rda. Agar o'rganib olmagan bo'lsanglar, yana qaytadan ko'rishingiz mumkin videoni orqaga qaytarib ko'rib. Mana Batista'da yo'q ekan, lekin Neymar Juniorda bor mana. Yugurib Treka turibdimi? Dashni bosasizlar bunday qilib olasizlar mana. Dash Ruslan yugurib olsizlar mana. Dashni bosganinglarda buni qo'yib o'sha tarafga itarasizlar mana. Mana. Ko'rganinglarda o'rganib olgansizlar degan umiddaman. Yangi fintimiz bu back speed back deb ataladi. Ya'ni orqaga tez qaytish finti bo'ladi bu. Fint bilan qaytish, dardni fint bilan olish o'rganamiz. To'g'riga qarab ketayotgan joyimizda mana dashni bosib orqaga suramiz mana. To'g'riga qarab yuguramiz, dashni bosib sirasi orqaga tortamiz. Ko'rayotganinglarda mana. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Zadni chiroyli oladi, fint bilan oladi. Yana bitta o'rgataman hozir. Mana ketyapsizlar, Mana ketyapti. Ham ko'rsataman, trenovka joyida mana. Trenovka ham kirishni birato'la o'rgatib ketaman. Akademiyaga kirasizlar-da. Trainingni bosasizlar. Dream Team bosasizlar. Komanda yo'q, buni emas. Bitamizda free training bosib, attacking practice o'rganamiz. Qanaqa qilib qilishni. Hozir kiradi. Mana kirib oldim do'stlar trainingga. Endi bosib turib, bu yoqqa yonga olib turib tarsiladi beraversanglar bo'ladi. Ko'rasizlarmi qanchalik foydali fintligini? Ko'rayotganinglarda anchagina foydali fint bu. Ana ko'rasizlar, sombreroni ham qilib biz do'stlar. Endi keyingi fintga o'tamiz do'stlar. Ya'ni bu fake shot bo'ladi. Mana masalan yuguryapsizlar. Bunda tortib bitta bosishinglar kerak bo'ladi. Mana qaranglar. Mana tepmoqchisizlar, passivik zarbalar yoki nona bo'lib qoldi mana masalan. Tepayotganinglarda buni mana tepfardinglar bunda boshingga. Surib yuborasizlar, chapga yoki o'ngga mana. Joystick chapga yoki o'ngga zarba joystick xohlagan tarafiga qilsanglar bo'ladi. Birinchi zarbani bosib, keyin joystick qilasizlar mana. Yoki bittada qilishinglar kerak bo'ladi. Mana ko'rasizlar? Mana bosib turib, taslatib yuborsanglar ham bo'ladi mana qilib. Chiqib oladi keyin.
o'rganib oldinglar. Qani ketyapsizlar. Zarba berdinglarda sirasi orqaga qaytaryapsizlar. Ko'rasizlar? Zarba berdinglarda sirasi bittada bosib o'rasizlar. Zarba berdinglar bittada. O'rganib oldinglar degan bittami? Men marasam birayroq ko'rishga hozir harakat qilib ko'raylik. O'xshamayapti-da, cho'tasan birayroq. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. 100 ta bo'lganimizda yangi akkaunt qo'yamiz do'stlar. Xonasif. 100 ta bo'lganimizda do'stlar, yangi bitta akkaunt qo'yamiz. Dahshat akkaunt. Yangi emas endi, normal zo'r akkaunt qo'yamiz. Yaxshi futbolchilari bor, uni ham oxirida rasmini qo'yib qo'yaman. Montajda ko'rinib turadi rasmi ham. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, obuna va like tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmaymiz. Hop, agar video yoqqan bo'lsa, albatta menga izoh ham yozib qoldiringlar do'stlar. Keyingi video GPga, ya'ni qancha GPga eng yaxshi futbolchilarni ko'rib chiqamiz biz. Ya'ni tekinga GPga olinadigan eng yaxshi futbolchilar haqida video bo'ladi keyingisi do'stlar. Obuna va like umuman esdan chiqmasin do'stlar.